Bismillah. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün yine yüz görüşüyotimiz. Hammanlarga Allah'ın salamları olsun. Allah'ın başınçilik, birlik kıygan merhameti, iltifat için şükürler olsun. Bu bugün karşınlarga çıkkıdek aldımı emesidim. Ama vədə qılınğan ve teyyarlık kılınğan bir mevzu bolğanlygy üçün nesiqep ketmesin dep çıkıp kaldım. Görüp atqanыңlardek mevzu Uygurlardaki anarxizm xahişlerinin ak görünüşü. Anarxizm azırlıkça Uygurçada anarxizm dep işletildi ve bunu hükümetsizlik dep şerhlep geldik. Hükümetsizlik yaki başbaşdaglyk isim boldu. Umumen bir döwletdeki hükümet olmagan bir muhit anarxizm. Eğer siz bir teşkilatçı bolsanız, elem içinde şunu his kıygan boluşunuz mümkün ki Uygurlarda anarxizm xahişinin umumlaşıp ketkenligi, aqidesizlik, ihlasının yokluğu, itaatının yokluğu katarlık. Yani bir teşkilatçı bolgan wagtynızda tähim roşan his kıla alaysız. Bu teşkilatlarda ýa-ki ma'lum maksatlarda uyuşkan toplarda iş akmaslygydyky muhim sebeplerden biri. Belkim en asaslygy boluşy mümkin. Uygurlarny iş kılanmamdyken diýseniz, oturdy kılanyp atgan hel köp işlerni göräleýsiz. O kadar köp iş var. Bir qarasаңыз. O kadar koludan iş kildiğin adamlar köp. Ama bir muhimmet üyüge toplanıp haman katıdığan iş olsa yok. Hem yakın gelişmeyimiz, hem bu adamdan tapkılı olmaydı, hem koludan iş kildiğin adamlar intayın kahatçilik olap yutudu. Bularning hemmesi bizdeki hükümetsizlik xahişinin, anarxizmdan menbälenken. İlgiri ma'lum video söhbetinde dep ötkendim. Paydığı tizim kaldırıp koyduğun ticaretçi tipideki, fakatla tizim kaldırıp koyduğun teşkilatlarga, toplaga ve şuningdek başka organlarga tizim kaldırıp lan koyduğun şunu bilen iş tutadigan. Bu ýerde bir mecburiyetinin balygy ýadyga ýetmeýdigan. Yani men bu misalını bergendim, paydığı tizim kaldırıp koyduğun ticaretçiler hakkındaki bir misalını. Yani paydı çıkıp kalsa derhal bölüşüşke hazır boladigan, ziyan bolsa igi çıkmaydigan türdeki ticaretçilerdek bir xil tutun bu Uygurlarda. Ma'lum teşkilatga katnaşdy diýilgende hiç kanda işki kuluna hawar kılmaydigan ahwallar. Resmi aza bolgan bolsun ýa-ki şu teşkili kurulmagy tarapdarlyk meýdanynda bolsun, okşaşla iş tapşyrylgan haman üzden jirak kılışka, bir amal kılıp kutuluşka tırış xahişi.
hech qanday vazifa olmaslik xohish. Bu aqida, ixlos, itoat qatorliqlarga chetildigan bo'lib, qonun tuzumlarga rozilik bildirib ma'qullashgan turibmi, yanada amal qilmaslik xohishlarining hammasi mana shu anarxizm xohishiga mansub. Qonun tuzum angliqligi masalasi. İnsanlar cemiyetinde kanunlar birdilla o'tirg'i chiqqanmi emas. Ta qadimgi Yunan shahar davlatlaridan buyon kun sir to'liqlangan, muqimlashib bo'lgan bir madaniyat omilidir. Uyg'urlarning boshqa millatlarning boshqarishida bo'lganda itoatkor, o'z to'pida bo'lganda bevash bo'lishining sababi ana shunday madaniyat jug'lanmasiga aloqador bo'lib, madaniyat jug'lanmasi haqida eng az 2 videoda to'xtalgandim, yodinglarda bo'lsa kerak. Hükümetsiz, yaylaq hayatı, ovchilik xarakterini tashlamagan Uyg'urlarning birdilla qonun tuzum angliqligi, tashkiliy itoatkorlik engib bo'lishi mumkin emas. Shunga xuddi boshqa ijtimoiy to'plar yetakchi bo'lgan muhitda, shular bilan o'xshash madaniy ifodalarda bo'la olgandek, yana tashkiliy tartib engimi ana shunday muhitda boshqalardan qilishmaydigandek ifodalanadi. Ama öz ara bo'lganda ovchilik hayotidagi erkilik, yaylaq hayotidagi bosh-boshdoqlik bosh ko'taradi. Uyg'urlarda tunji hozirgi zamon davlat qonuni, davlat atimiz Sobit Damollaning yetakchiligida Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining asos qonuni sifatida o'tirib qo'yilgan bo'lib, bu qonunning xalq orasidagi ta'siri haqida gap bo'lishi mumkin emas. Devletning bek qisqa ömürlük buluş tüpeylidir. Bu kanunu cemiyette yol koyuş, halk arasında teşvik kılış ve kanun engini umumlaştırış degenlerden söz açkılı olmaydı. Halkның bundak bir kanundan haber tapkan buluşumun hatayı. Eni şundak özüde kanunçılık udumu bop bakmagan bu milletning öz topuda boğandı baş-başta her biri özüge birden vanşucu buluş, gayet tabiiy ahval bo'lib hisoblanadi. Gerçi komünist istilasidan keyin qonun deydigan bir nimadan xalqni xabar topdi. Ama komünistlarda umuman Xitoylarda ko'z tutish uchun bir qonun ijro qilish uchun boshqa bir qonun bo'ladigan bo'lg'achqa kishilarga qonunning muqaddasligi ta'siri berolmadi. Bu yalğançılıqdan beş qaygan xalq bularning zodi qaysi ras deganni anqirishga uringandan ko'ra ma'qul desakli bo'lmadimi? Asını shu degan yak keldi. Mana shunday qilib boshqalar tarafidan boshqarilganda hamon nima uchunligini so'roqlashga urinib yurmayla bo'ysunish udum bo'ldi. Özlerimizden biri baş bo'lganda itoatsizligimiz baş götürüp her birimiz birden tergevçi yoki teptiş bulup so'roqlashlarning oxiri tugamaydigan ve daimli gumonliq savollar bilan itoatdan bosh tortadigan psixikani shakllantirganligimizni ko'rib olamiz. Hammaylar bu nuqtani e'tirof qilamiz yoki og'zimizda xiroq qilmasakmi, ko'nglimizda buning rostligini alam ichida e'tirof qilishga majbur bo'lamiz. Boshqa millatlar bizni boshqaradigan bo'lsa, bu boshliqning saviyasini, axloqiy safosini surishti qilmaymiz. Qaraqo'saq bo'lsa, o'zimiz aql ta'min etgach bo'ysunamiz. Uning yetishmagan yerlarga vanshuji, mana bunda qiysi bo'ladi, ana unda qiysi bo'ladi deb o'g'itish bilan uni aql bilan ta'minlab turib, andan bo'ysunamiz. Ama boshliq o'zimizdan bo'lganda uningga 100%lik talab qo'yib turib olamiz. 100%. Aql farosatdan 100% bo'lish kerak, axloqiy jihatdan 100% bo'lish kerak. Yurish, turish, so'z her bir harakati 100%ga to'shmasa qusur tepib qolib qolamiz. U farishtadek gunohsiz bo'lish kerakki, uningsiz bizdan qutulanmaydi. Balkim farishtadek bo'lgan taqdirda yanada o'ydirmalar bilan birar qarchoqlashdan to'xtay olmasak kerak. Bularning hammasi siyosiy sezgirlikka aloqador bo'lib, aslida bir odamning siyosiy kimligida ayb bo'lmaganda,
Başqa hər qandaq günahı keçirilişi kən qosaqlıq bilan muamele görüş kerak. Lekin biz siyasi kimlik tarafiga ahamiyat vermaymiz. Ama başqa barlıq çüppo çiçek gap barki pek günahlarga yepişip olamiz. Bir siyasi maqsad uchun uyush kerak bo'lgan xalqda cho'qim bir siyasi prinsipchanlik bo'lishi kerak. İnqilobiy mizon bo'lishi kerak. Ammo bizning mizonimiz tarafdorlik. Ko'p qatim ta'kidlaganimdek, nayt uzoq asrlardan beri boshqa millatlar tarafidan boshqurilish keltirib chiqargan bu asorat bizga yangi tragediyalarni keltirmoqda. Xuddi chet ellik kuzatuvchilarning haqqimizda yozganlarida tasvirlagandek, asrlar davomida boshqa millatlar tarafidan boshqurilish bizda hokimiyatning hamon boshqa millatlarda bo'lganligi. Bizning faqat bo'ysunuvchilar ekanligimiz ta'siratini yildiz tatqizib o'tgan bo'lsa kerak. Şoňa biz hamon boshqalar tarafidan boshqurilamiz. Kim boshqursin ish qilib, yatlar boshqurdi, o'zimiz emas degandek bu xil pasib qulchilik ruhi hokim bo'lib ketgachga boshqalar tarafidan boshqurilganda hech qachon aql, saviya, sapa surishti qilmasdan xo'pli deyish, o'zimizdan biri boshquradigan bo'lsalar, darhol diqqatimiz qo'zg'alib, mana o'xshash bir qandoq sura meni boshqurdi? Ya, mendan nari ortiqda degandek bir xil hayronlikning qitug'ur shakli bilan qarshiligimiz bosh ko'tarib, jiddiy turda uni o'zimiz bilish selishtirish. Onun ortiq tarafini tepib chiqishdek tuyulsimi, amaliyotda uning yetishsizliklarini tadqiq qilishga bag'ishlangan izlanishlarimiz qanot yeyib, oxirida itoatsizlikka, uni oradan yo'q qilishga sabab ta'min etish urinishlari uzluksiz davom qilganligini ko'ramiz. İlgari bir videoda nopus sindirish herismanligimiz haqida to'xtalgan edim. Nopus sindirish herismanligimizmi ana shu itoatsizligimiz uchun zamin hazırlash uchundir. Menimcha bu xil kasallik holati o'z-o'zidan o'ngshilib ketishi mumkin emas. Aslida bunda qulluq psixikasi boshqa asoratga tushib qolgan millatlardan ko'rilib turadigan ishlar bo'lib, o'z-o'zini isloh qilish yo'li bilan o'zini o'zi davolagan misollar yo'q. Bu xuddi aqli yetilmagan bir bolaning kasallik holatiga o'xshaydi. Dori achchiq. Bola dorining achchiqligini biladi. Ama mushu achchiqqa bardoshlik bermay turib, saqaymaydiganligi va buning oqibatlarini idrok qilgudek holda ahmas. Kichik bola degan shundaqku. Bu holda u o'zi xohlab dorini ichishi notayin. Kasallik uni asta-asta kerakdan chiqarishi, oxirida o'ldirishi mumkin. Ammo u dorining achchiqiga chidagandan ko'ra asti xarakterli kasalga chidab, o'limga qarab menishini tanlaydi. Uning saqayish uchun yetilgan bir tarbiyachi, ya'ni ota-onasi bo'lish kerakki, uni qiyqirtib turib, dorini majburiy ichirish kerak. Mana bu davlatdir. Ash kichik bola uchun ota-ona bo'lganga o'xshash bu majburlab dorini ichirguchi. Millat uchun bu davlatdir. Millatning organik gavdasi bo'lgan davlat bo'lgandilar. Devlet planlı programmalık halda elip verildiğin teşvikatlar, ma'rif programmaları, çaqıraqlar, manevi hareket dolqunları payda qilish qatorliq vositalar bilan xalqni tarbiyalab, orzuga uygun yeni millat yoki yeni davlat fuqarosi yaratib chiqishi mumkin. Nayta afsuski bizga majburiy dori ichiradigan davlatimiz yo'q. Biz bo'lsak asrlardan beri her ishni majburiy ravishda qilishga zo'rilishga ko'nib qolganligimiz uchun shaxsiy ishimizdan boshqalarni zo'rlanmoqchi qilmaydigan xarakter shakllantirdik. Shaxsiy ishimizni qilavergan bilan boshqa ishni zo'rlamoqchi qilmaymiz biz. Shunda xarakter shakllantirdik. Bu holda nima bo'ladi? Şunun için bizning g'oya yo'lidagi birlikka kelishimiz, o'z-o'zimizni isloh qilib, kuchlik hozirgi zamon millati bo'lib shakllanishimiz o'z tirishchanligimiz bilan ish qo'shmaydi. Bu o'z davlatimiz bo'lmagandimi, ma'lum bir davlatning majburiy vositalar orqali elib berilgandila mumkin bo'ladi. Men halidan beri ta'kidlayotgan majburiy vosita,
yoki zo'rlig'uchi kuch hukmi mana shu. Albatta mening bundoq deyishim hech kimga yoqmaydi. Bumi asoratli xalqlarning ta'tilnishga bo'lgan muhtojligi keltirib chiqargan fantaziyalar bilan yashashdan iborat yana bir xil kasallik holatidir. Bu hal millatimizda ziyoda ig'ir. Hala biz reallikqa yuzlanmay xiyollar ichida hissiylik, hissiy tafakkur, hissiylik bilan fikr qilish bosqichida ketayotganimiz alam qiladi. Biz qachon reallikni xiyollardan ayirib, shirin arzu bilan amaliyotni farqlantirib muomala qila oladigan bo'lganda, andin aqliy tafakkur qilishga boshlaymiz. Bir necha yil ichida vatanni ozod qilish to'g'risida laf atgan liderlar bor edi. Bu ishning uzoq so'zildiganligi va bizning mush uzoq so'zildigan kurashga ro'yi tayyorlig'imizning bo'lish kerakligini ilgari surganlar qarta ular umidsizlik targ'iboti qalbiga keltirishgan. Aşı bir necha yil ichida bu ishni hal qilish g'ayratidagi fikr egallari qaysi plan projega asosan degan edi? Hech. Bu faqat hissiy tafakkurdan maydonga kelgan fantaziyali xiyol edi. Mana shunday xiyol bilan reallikni aralashtirib edish, shirin xiyollarimizni amaliyotning o'rniga qo'yib olib kajlik qilish bugungi amaliyotimiz. Men uzoq so'ziladigan kurashga ro'yi tayyorlikda bo'lish haqida ogohlantirgan edim. Yahudiylar kelar yili Yerusalimda ko'rishamiz degan so'zni 2000 yil takrorlaganligini o'rnak ko'rsatgandim. 2000 yil zerikmasdan, voz kechmasdan, ümidsizlanmasdan. Bir millatda mushundaq sabr, chidam, ishonch va tavranmas umidvorlik bo'lmasa, real bir arzuni, g'oyani, xiyollarga bog'lab qo'ysa, nayt tizla yili chiqib tugishib ketadiganligini bek ko'p takrorladi. Biz taxichi mahallaviy etnisite tuyg'usidan, kichik qabilchilikning hozirgi zamon nusxasi bo'lgan tarafdorlikdan qutulaligimiz yo'q. Eng adaqqa büyük g'oyamizning foyda ziyonining o'lchimi, yaxshi yomondan ayirishning mizoni qilishni qabul qilganimiz yo'q. Deb o'tganimdek, hatto bizning atalmış vatanparvarligimizmi shartli bo'lib, amaliyotda bu vatanparvarlik emas. Vatanparvarlik haqidagi videoda deganimdek, vatanparvarlik shartlarga bog'lanmaydi. U uzul kesil beg'ishlash, uzul kesil savdolik darajasidagi sevgidir. Ama cemiyetimizde görülayotgan ifadelerni bundaq mizan üstüge qo'yganimizda ko'radiganimiz shaxsiyatimiz uchun umumiy milliy manfaatni qurban qilish. Tarafimiz yoki tarafdorlarimiz uchun haqni ko'rmasga selish. Bularning hammasi Uyg'ur to'plamining asosiy aloyitligi. Anarxistik ekanligini tushundirdi va anarxizm zo'rlovchi omillarning yordamsiz tuzilishi notayin. Bu zo'rlovchi omilni o'z kuchimizga tayanib barliqqa keltiradigan istixborot tashkiloti yoki munofiqlarga, xitoyparastlarga ittifoqsizlik keltirib chiqarishda roli cho'ng bo'lgan dushman shaxslarga xalq nomidan hukm e'lon qiladigan bir qurilma barliqqa keltirish tipida tasavvur qilayotgan qarindoshlar bor. Ammo bu qurilmalar ma'lum kuchlar tomonidan desteklanmasa ta'siri bo'lishi notayin. Hiç bo'lmaganda ma'lum davlat bu qurilmalar tomonidan beriladigan jismoniy jazolarni ko'rmasga selish kerak. Undaq bo'lmaganda jazolar muallaqda esilib qolaveradi. Bundaq odamlar dushmanlik harakatlarini davom qilaveradi. Turishliq davlat tomonidan bayqalmasdan jazo ijro qiladigan saviya bak ustun saviya bo'lg'achqa hozircha buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Zo'r ko'pchilik vatanparvarlar ta'dirji tunib yetayotgan bir reallik shuki, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar ichida Xitoylar bir qo'lliq chiqarganlar, Xitoyparastlar, rasmiy agentlar qo'rqish tufaylidan bo'lsa-mu Xitoy manfaati tarafda turdiganlar. Umuman ikki rang bilan aniq qilib ikki rang bilan ayirganda oq va qora degan ikki rangni ko'rsatishga to'g'ri kelgan vaqtida qora rangliklarning ko'p sonliq ekanligi xalqimiz tarafidan, haqiqiy vatanparvarlar tarafidan kun siri e'tirof qilinayotgan bir reallikdir. Men 20 yilning oldida yozgan kitoblarimda bular ko'p sonliq deganimda sen bu salbiy tarafni ko'p sonliq deding deb qarish chiqqan. Ko'p odamlar. Ta'dirji yo'sinda nayt ko'p odamlar amaliyot jarayonida ko'rganlari, kechmishlari har kun uchrab turadigan
real voqea, hodisa, shaxslar tufaylidan buni qabul qilishga boshladi. Ya'ni haqiqatanmi qora rangdagilar ko'p sonliq ekan deganni tunib yetmoqda. Men bu qarashni 20 yil ilgari o'tirib qo'ygan. Ammo barbara bu qarashga qo'shildiganlar ko'payib bormoqda. Chet ellarda ish haqmasligining muhim sabablaridan biri, birlikka kelolmaslikning sabablaridan biri albatta shu. Agar bu qarash tasdiqlansa, ya'ni umumiy jihatdan qabul qilinsa, u holda yomonlarga hukm kesadigan bir qurilma yoki bir hay'atlar guruhi kimlardan tarkib topadi? Sotqinlik iyisi yoki shunga o'xshash bir taftishlar guruhi nima bo'lsa, kimlardan tarkib topadi? Buningga qarilardan yuqorida ikki rang bo'yicha ikkilla turga ayirgan vaqtimizdagi qarilardan hech kim aralashmaydiganligiga qanday kafolat bor? Chunki ular umumiy to'plamda ko'p sonliq ekan, bu hay'at ichidami ko'p sonliqni egallab olmaydi deganga kim kafolatlik qila oladi? Agar bunday kafolat bo'lmasa, bu hay'atdami ular ko'p sonliqni egallasa, nima bo'ladi? Yaxshi odamlarning qaralanishi ishimizning texmi barbod bo'lishiga qonuniy yo'l bo'ladi. Texmi çataqning cho'ngi deganga. Her şeyinin ikki tarafı bo'ladiganligi qonuniyatidan aytganda. Bir narsa haqida o'ylanayotganda, plan tuzayotganda, mana shu shaylarning ikki yoqlimlikka ega bo'lishi nuqtasidan foydali taraflarni emas, ziyonli taraflarni o'ylamak oqilonalik bo'ladi. Yaqindan beri ba'zilar buni Sharq Turkistonliklarning ichida masala qilish, kesim kesish, to'g'ri xatoga baho berish, hüküm chiqarish qatorliqlar uchun bir xalq sudi, Uyg'ur sudi ya axloq sudi yoki bir kollegiya degandek bir guruh qurish taklifi beryotadigan. Bu taklif haqiqatanmi oq ko'ngil insonlarning soddilik bilan o'tirib qo'yayotgan izgu niyat mahsuli bo'lgan taklif bo'lishi mumkin, qora niyatdan bo'lishi mumkin. Chunki yuqorida degandek, agar bu guruh ichida faili majhul shaxslar ko'p sonliqni egallaydigan bo'lsa, bunun akıbeti tasavvur qilmas darajada balaya afetlik bo'lishi mumkin. Uyg'urlardagi anarxizm xahişinin cho'nqurligidan aytganda, bu guruhga oq ko'ngil, haqiqiy vatan millatning kuyungüchilaridan tarkib topdi deyilgandami, ularning hukmiga hamma odamning qoyil bo'lishi qanday kafolatga ega? Zo'rlig'ichi omil bo'lmay turib. Bularning hammani bir arada tutib o'ylaganimizda men ko'p ta'kidlayotgan zo'rlig'ichi omil bo'lmay turib, hech qanday qurilma Uyg'ur jamiyatida rol o'ynay olmaydi. Yana ko'ngillarga tegib qo'ygan bo'lsam kechiringlar. Ammo buni demak majburiyatim bor edi dedim. Allohim aman qilsin.